Tabassum bezasin yuzlaringizni, lolalar chirmasin izlaringizni, kulgu tark etmasin ko'zlaringizni. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, mening mehribon kuzatuvchilarim. Bugungi xayrli kunda shukrona kunlarini nishonlayotgan vatandoshlarimizni tabriklagan holda bugungi loyihamizga kelgan tabriklarni o'z egalariga yetkazishni boshlaymiz. Allo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gulasalxon opamiz bilan gaplashsak bo'ladimi? Hozir yo'q. Qanchada telefon qilsak bo'ladi? Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi opajonim? Allohga shukr. Sizni kech bo'lganda yaqinlarimga tabrik loyihasidan bezovta qilyapmiz. Bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, rahmat. Ozgina vaqtingizni olaman, vaqtingiz bormi? Aha. Sizni avvalambor Allohimga banda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga chin ummat bo'lgan shukronali kunlaringiz bilan muborakbod etamiz. Rahmat. Men joyinglar sog' bo'lsin. Rahmat, ota-onangiz, mehribon jigarlaringiz, jiyanlaringiz, oila a'zolaringiz, siz yaxshi ko'rguvchi va sizni yaxshi ko'ruvchi barcha yaqinlaringiz baxtiga hamisha omon bo'ling ilohim. Rahmat. Bizning loyihamizga siz uchun juda ham chiroyli tabrik so'zlari yetib kelgan. Bu tabrik so'zlarini qaysi yaqiningiz yo'llagan bo'lishi mumkin? Taxmin qila olasizmi, opajon? Bilmadim endi kim ekan. Taxminlaringiz bormi? Kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Balki ukalarim, balki farzandlarim, balki kelinlarim, balki qizim. Ko'proq kimdan kutasiz? Farzandlarim, bilmadim, balki jigarlarimdir. Albatta sizni yaxshi ko'rib, hurmat qilguvchi barcha yaqinlaringiz, aka, ukalaringiz Nurullo, Nahidaxon, Habibullo, Yasharbek, Shukrullo hamda onajoningiz nomidan yo'llangan ekan. Rahmat. Ilohimdan jonlari sog' bo'lsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Alloh qodir etganchalik tabrik so'zlarini yetkazib berishga harakat qilamiz. Marhamat, barchasi siz uchun opajonim. Rahmat. Assalomu alaykum bizning mehribonimiz. Tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sizga mustahkam sog'lik, farovon turmush, barcha ezgu niyat maqsadlaringiz ro'yobga chiqishini, hayot so'qmoqlarda aslo qoqilmasligingizni, ajoyib va bitmas, tuganmas baxtiyorlik lahzalarini tilab qolamiz. Ko'zlaringiz hech qachon yosh ko'rmasin. Kundalik hayotingizda har doim tinchlik, osoyishtalik va farovonlik hukmronlik qilsin. Baxtli bo'lishingizni, hayot quvonchlaridan, hayotning har bir lahzasidan bahra olishingizni, doimo ishonchli va vafodor yaqinlaringiz yoningizda bo'lishini tilab qolamiz. Har doim mehribon, quvnoq bo'lib qolishingizni tilakdoshimiz. Sizga Allohdan uzoq umr, mustahkam sog'lik, dasturxoningizga fayz baraka ato etishini tilab qolamiz. Alloh sizni do'stga zor, dushmanga xor etmasin. Barcha ezgu niyatlaringiz, yo'llagan duolaringiz mustajob bo'lsin. Yaxshi insonlar va yaqinlaringiz qurshovida hayot zavqini surib yuring. Farzandlaringizni baxt kamolini ko'ring. Bu foniy dunyoning jamiki yaxshiliklarini sizga tilab qolamiz. Alloh ne'mat qilib bergan hayotingiz quvonch va shodlikka boy bo'lsin. Bunaqa yoshlarni yana ko'pini ko'rib yuring. Hamisha iymon e'tiqodda, Alloh panohida bo'ling. Farzandlaringizni baxt kamolini hamisha baxtiyorlikda ko'rib yuring. Sizni barchamiz yaxshi ko'ramiz va hurmat qilamiz deya o'z dilnomalarini tugatgan ekanlar. Ilohim, meni yo'qlashgan bo'lsa, ularni Alloh yo'qlasin. Hammalaridan jonlari sog' bo'lsin. Ilohim. Qatorimizdan sog' bo'lib yuraylik, ilohim. Ilohim aytganingiz kelsin. Rahmat sizga ham shirin suhbatlar uchun. Qalbingizga ozgina bo'lsa-da xursandchilik ulashgan bo'lsak, biz bundan bag'oyatda xursandmiz.
juda ham xursandman. Degan sovg'a. Katta rahmat. Rahmat sizga ham. Tuningiz osuda o'tsin. Rahmat. Bunaqa quvonchli kunlarni hamisha yaqinlaringiz atrofida kutib, nishonlab yurishlik nasib etaversin. Xo'p bo'ladi. Yaqinlarimga tabrik loyihasi tomonidan Gulasalxon opamiz uchun ajoyib tarona. Marhamat.